Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugungi mehmonimiz Mansurjon Uz kanallari. Xo'p, kanallar yopilib ketgan edi. Mana bu yerda apelasi matnini ham ko'rsatishim mumkin. Mana apelasi jo'natdim. Kanallari polni yopilib ketgandi. Bizga kechqurun aloqaga chiqibdilar. Kanal tiklash bo'yicha ikkita kanallar yopilib ketgan qisqasi. Bu Amerikani ikkinchi kanalni ko'rsata olmayman. Xo'p, ikkita kanallar xullas yopilib ketgan ekan. Ochib berishimiz kechqurun yozdilar va sirazi men kechqurunda o'zida apelasi qilib, matnlar tayyorlab, ingliz tilida chiroyli qilib apelasi tashladim. Bitta emas, ikkala kanallari ham ochildi. Bitta kanalda o'zi faqat mana shu kanal ochilsa bo'ldi degandilar. Ikkala kanallarni ham ochib berdik, mana xudo xolasa. Bir reklama qilib ketaymi sizlarga mana. Xo'p, yo'nalishlari nima haqida ekan? Yo'nalishlari asosan mana eshik va romlar narxlarini qo'ygan ekanlar va har xil videolar xullas. Yo'nalishlarni ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Balki yo'nalishlar to'g'ri kelsa, masalan, kanaldan andoza olsanglar bo'ladi. Xo'p, kanal nima uchun yopilib ketgan? Asosiy maqsadga o'taylik. Kanalda yopilib ketishning asosiy maqsadi yana bitta kanallari bo'lgan, boshqa bir kanallarga jalba tushgan do'stlar. Jalba yopilib ketgan prosta masalan lubbi odamni bo'ladi. Ikkinchi kanal to'g'ri. Masalan, ochkilar keladi, ikkinchi kanal yo'qzilar keladi, lubbi odam qiladi. Shunaqa ikkinchi kanal ochganlarda ikkinchi kanalga bir boshqacharoq videolar qo'yganlar. YouTube siyosat to'g'ri kelmaydi-ku. Kanalni YouTube taktik bo'lib tashlagan. Xo'p, biz nima qildik? Biz o'sha ikkinchi kanalda ham bering aka dedim. Ikkinchi kanallarni ham oldimda, qani nima bo'lgan, muammo nima? Masala nima? Ikkinchi kanallarni o'rganib chiqdim. Masala shu sal to'g'ri kelmaydigan videolar qo'ygan ekanlar. O'sha videolarda xo'p, YouTube'ga chiroyli qilib apelyatsiya yozdim, xatolik ketganligi haqida va sirazi bitta ikkita joylari bor, sekretlari bor, u aytilmaydi. O'sha ishlarni qilib kanallarini birinchisini tikladim. Birinchi kanal tiklandi. Birinchi kanal tiklandi, u tiklashga 2 soatlar ketdi, adashmasa 2 soatda vaqtim ketdi. Bu kanalda esa sirazi apelyatsiya tashlaganimda 1 sekundda tiklandi, ishonasizlarmi? Bunaqasi bo'lmagan, to'g'risini aytaman. 1 sekundda tiklandi. Shunday apelyatsiyani bosdim, sirazi kanal tiklandi deb SMS keldi. Mana ko'rsanglarim bo'ladi, mana mayta turuvchi shekilli. Mana apelyatsiya matn turibdi, mana qaranglar-da. Buni hozir qildim buni. Bu sirazi ikkinchi sirazi tiklandi. Sababi birinchi kanalga qilingan bitta ikkita texnik analizlar bo'ldi. Hamda bu kanalda ham bitta joyni o'zgartirdik. Xullas, umumiy holatda shu. Endi baribir kanal ochilsa ham xudodan albatta, umumiy holatda shu bir bu joylarni hal qildik qisqa qilib aytganda. Xo'p, umumiy holatda do'stlar, shunaqa muammo bo'lsa, kanallar masalan yopilib ketib qolsa, yopilmasin. Yoki AdSense, pul yechish, knopka, любой masala. Nima xizmat bo'lsa, Telegram aloqaga chiqaverasizlar. 99 791 32 32. Telegram nomerimiz, Telegramga yozaverasizlar do'stlar. Xo'p, bu siz aytmoqchi bo'lgan narsam, sizlar shu xatoni qilmanglar. Yana kanal ochib, misol uchun, ikkinchi kanal ochsanglar, do'stlar, e'tibor beringlar. Masalan, boshqa kanal ochib, masalan, qanaqadir boshqacharoq video qo'ygisi keladi, bu odamda bir videosini qo'ygisi keladi, masalan. Shunaqa videolar qilmoqchi bo'lsanglar, kanal ochayotganda hech qachon o'zingizlar ism familiyani yozmanglar. 1. Ikkinchi, asosiy kanallar ishlatib turibsizlar, masalan, asosiy kanal ishlatib turibsizlar, to'g'ri? Mana shu kanallar. Boshqa bir kanalda ham shu ism familiya bilan ochmanglar. Mana shu telefon, mana shu kanallar misol uchun bitta telefonda turibdi, masalan, Android telefonda turibdimi? Proba kanallarni hech qachon Android telefonga ochmanglar. Boshqa bir telefon olib, boshqa bir telefonga ochinglar do'stlar. Mana shu narsa. Boshqa bir telefonga ochsanglar, shunda nima desa bo'ladi? Boshqa bir telefonga ochsanglar, shunda ikkita kanal bir-biriga bog'lanib qolmaydi. Hozir bu kanal esa bir-biriga bog'lanib qolgan, tushunyapsizlarmi? Ikkita kanal bir-biriga bog'lanib qolsa do'stlar, bitta kanal yopilib ketsa, ikkisi yopilib ketadi, tushunyapsizlarmi? Mana apelyatsiya matnini ko'rsangizlarga mana qaranglar. Bu juda muhim narsa hisoblanadi. Bu narsa juda muhim. Ko'pchilik bilmaydi. Shuning uchun kanali bor, ko'pchilik yopilib ketaveradi o'z-o'zi. Mana masalan e'tibor bersangiz, umrbodga bloklangandi bu mana. E'tibor bersangiz, mana bu narsani endi ko'ryapman, mana. Birinchi marta ko'rishim, oldin endi bilardim, lekin bu holatda yozilmasdi mana. Nima yozgan? Xullas, nima? Subvention policy qisqa qilib aytganda, bu qolmadim to'g'risi gap. Lekin men tarjima qila olaman. Umumiy holatda nima desa bo'ladi? Boshqa bir kanal bloklangani uchun bu kanal ham bloklangan degan ma'no bildiradi. Umumiy sifatda mana shunaqa tarjimada. Va deyapti, men kanalingiz ustidan olib tashlandi deyapti. Bu sizga yaxshi yangilik emas. Xullas qisqasi o'qib chiqasizlar, bu oddiy tekstlar, qiyinligi yo'q. Umumiy holatda do'stlar shu. Agar boshqa kanal ochmoqchi bo'lsangiz, boshqa telefonga ochinglar. 1. Boshqa ism familiya bilan ochinglar. 2. Boshqa telefon raqamiga ochinglar. 3. Tushunarlimi? Agar bitta telefonga bir xil ism familiya bilan bir xil shunaqa bo'lsa, xuddi shu mana shu kanalga o'xshab kanal yopilib ketishi mumkin do'stlar. Tushunarli-a? Shu narsaga e'tibor berasizlar. Asosiy kanallarda bitta telefonda yurgizish kerak. Undaqa proba, har xil masalan biror videosini qo'ymoqchi bo'lsanglar yoki bo'lmasa g'alati videolar qo'ymoqchi bo'lsanglar, proba qilmoqchi bo'lsanglar, asosiy kanalga bog'lanmasin, tushunarlimi? Bir-biriga elektron pochtasini zaxira qilmanglar. Tortib ketib qoladi mana shunaqa. Tushunarli-a? Endi bir shuni sizlarga bir aytib qo'ymoqchi edim. Kanallarni tiklab berdik. Kanallari mana boy yopilib ketgandi. Mana vaytini bosib qaytib ko'rib olsangiz bo'ladi. Mana xudoga shukr kanallar tiklandi. Endi xudo olasa bemalol bu yerga kontent qilaveradilar. Yordam kerak bo'lsa do'stlar, aloqaga chiqaverasizlar. Salomat bo'linglar. Video yoqqan bo'lsa, like ham bosib qo'yinglar.